Gulira'no Qosimova masalasi, mavzusi. İşten ketdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra 219 million usher bor ekan degan gaplarimizni chiqib ana Otabek Jo'rayev degani nimagadir shu uzoqqa borib olib haqorat qilishni o'rganib oldi shular. O'sha usher haqida alohida ta'kidlaganman. Noto'g'ri ham bo'lishi mumkin, lekin xabarlar shunaqa. İşten ketganligi ham noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin xabarlar shunaqa deganmiz. Va isbotini topdiki, haqiqatda 17-mart kuni ishdan ketgan ekan. Bu xabar to'g'ri ekan. 219 millionni hozir endi bilmadik endi. Xabar bor edi bu. Bu mabodo isbotlanmasa, bunaqa narsa bo'lmasa, bu demak ishonchsiz xabar bo'lib qolaveradi deganmiz. Lekin ishdan ketganligi aniq bo'ldi. Endi men shu joyda madaniy shaklda O'zbekiston dagi norasmiy bo'lgan, masalan Daryo.uz norasmiy axborot manbasi hisoblanadi. Kun.uz norasmiy axborot manbai hisoblanadi. Do'stlar, rasmiy deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, Kun.uz rasmiy emas. Rasmiy u O'zbekiston axborot markazi hisoblanadi. Kun.uz norasmiy, mustaqil. Nodavlat, notijorat. Endi tijoratni bilmadim endi. Reklama olishadi-yu. Daryo.uz, Qalampir.uz bular rasmiy hisoblanmaydi. Aktiv bo'lganligi uchun xalqning ichida podpischigi ko'p, ko'pchilik uni xabarlarini o'qib, ba'zan foyda oladi, ba'zan hodisalarni ko'radi, o'rganadi. Lekin jurnalistik axborot tarqatish etikasi bor. Mana shu etikaga ko'ra Daryo.uz etikani buzib xabar tarqatdi. Gulira'no Qosimova masalasini ko'tarib, Gulira'no Qosimova o'z ixtiyori bilan kelishuv asosida ishdan ketdi. Boshqa ishga o'tish munosabati bilan qarang. deb Gulira'no Qosimovaning so'zi bilan deyapti. Gulira'no Qosimovaning so'zi bilan gap yo'q, bu joylarda to'shna ketyapti. Uni ichki ishlar xodimlari urib yechintirgan va zino qilganlikda majburlaganda ayblab ariza qilganlikda ayblangan. Gulira'no Qosimovaning so'zi bilan deyapti. Va natijada deyapti Daryo.uz. Natijada ikkita xodimni aybi isbotlanib 4,5 yilga qamaldi deyapti. Mana shu joyda etika buzilgan. Endi qo'polroq qilib aytkim kelmayapti. Qisqa qilib aytyapman. Daryo.uz shu joyda etikani buzgansizlar. Nimaga? Chunki Gulira'no Qosimovaning aytgan gapi isbotlandiki 4,5 yilga qamaldi degan xulosa beryapsizlar. Bunaqa emas-ku. Gulira'no Qosimovaning gapi isbotlanmaganligini aytishinglar kerak. Jurnalistik etikaga ko'ra sizlar bu xabarni qanday davom ettirishinglar kerak edi. Gulira'no Qosimovaning so'ziga ko'ra, uni urib yechintirildi, zino qilganlik sahnasi yaratildi degan ayblov bilan tanilgan O'zbekistonda, keyinchalik uning ba'zi videolari tarqab, uning gaplari sudda isbotlanmaganligi va kassatsiya sud jarayoni boshqa masalada davom etayotganligi 9 ta xodimni bu masalada qonunga xilof ish qilmaganligi o'z isbotini topdi. Oxirgi sud natijalarini sudga qoldiramiz deyishinglar kerak edi. Sizlar ham o'zbeksizlar, sizlar ham shu xalqni, shu musulmon millatni bir vakilisizlar, avlodisizlar. Aldamanglar millatdoshinglar. Otanglarni, onanglarni aldamanglar. Yolg'on informatsiya tarqatmanglar. Qamalgan ikkita xodim urib yechintirganlik statyasi bilan 4 yilga qamaldi degan xulosa chiqyapti. Sizlarni axboriy ma'lumotinglarga ko'ra. Unaqa emaski. Aytmaysizlarmi? Keyinchalik videosi tarqab ketdi. Kim tarqatgani ham ma'lum emas. Gulira'no Qosimovaning so'zi bilan deb chiqib ketaman deb o'ylayapsizlar. Xalqning so'zini kim gapiradi? Keyinchalik xalqning kuzatishiga ko'ra boring ana Abror Muxtor Aliyni aytishga unaqa
ya'ni sizlarda duh yetmasligi mumkin. Aytmaysizlarmi boshqa odamlarni? Bu masala bo'yicha masalan Feruza Jo'rabekovni so'ziga ko'ra isbotlanmagan, uni urmagan, yechintirmagan. Qamalgan xodimlar boshqa masala bo'yicha qamalgan. Ya'ni administrativ degan gapim to'g'ri chiqyapti oxiri. Hujjatlarda anaqa bo'lmagan. Oxirgi sudda mutaxassis kelib aytibdi, prokurorni ogohlantirishmagan bo'ldi. O'zi 02 ga telefon bo'lsa, prokurorni ogohlantirib qo'yish. Telefon orqali ogohlantirgan, menimcha yozma kirgizish kerak edi. Shu joyda kamchilik bo'lishi mumkin. Buni administrativ deydi. Sud agar uni jinoiy malakalasa, jinoiy bo'lishi mumkin. Uni bilmayman, sud ishiga aralashmayman. Xo'p, ishdan ketganligi aniq ekanmi? Otabek Jo'rayev chiqib endi nima deydi endi? Ketmagan ishdan deb baqir-chaqir qilgan edi oldinlari. Ishlayapti deb. O'zi ham rosa harakat qildi Gulra'no Qosimova. Ishdan ketmaganligini isbotlashga harakat qildi. Facebookga har xil postlarni qo'yib, mana ishlayapti, mana qilib. Ishdan ketgan ekanmi? Uni 0. Otabek Jo'rayev, ana Otabek Hamidov, To'laganov hammasiga uni 0 bo'ldilar. Salla bilan o'zi unaqangi musobaqalashga arzimaysanlar. Sallarda madaniyat degan narsa, rujulat degan narsa, erkak bo'lib yuzma-yuz o'tirib gaplashishlikka duh degan narsa yo'q sallarda. Uzoqqa borib olib, ushlolmaydi-ku meni deb qochib, sharmandalik qilib yuribsanlar. Mayli, buni hammasining javobi bor. Ko'ramiz hali. Xo'p. Bu masala mana shu holatga o'tdi.